kun isishi bilan kobaltlarning juda ko'pchiligida hozirgi holatda bo'lib keladigan muammo ventilator постоянно ishlab qolyapti. Ventilator постоянно ishlab qolishiga juda ham ko'p ikkita narsa sabab bo'lib qolyapti. Birinchisi, konditsionerda xaladagi gaz ko'tarilib ketgani hisobiga ventilator постоянно ishlab qolyapti. Ikkinchisi, termostat yaxshi ishlamay qolyapti. O'shanda ham suv gradusini tushira olmayapti-da. Suv gradusi 105 gradusda qolib ketyapti. Keyin ventilator umuman to'xtamayapti. O'shanda agar sizlarda ham ventilator o'chmaslik holati kuzatiladigan bo'lsa, diagnostika qildirib qo'yinglar. Termostatdan bo'lyaptimi yo bo'lmasa xiladagidan bo'lyaptimi? Konditsionerda xiladagidan bo'ladigan bo'lsa, uni bitta yechimi mana shu joydan gazini chiqarib yuborsa ham, ozroq gazini urovingga qarab diagnostikani ulab, urovingga qarab gazini chiqarib yuborilsa ham o'chadi. Lekin keyinchalik yana bo'lib qolishi mumkin. Ikkinchi varianti, через programma orqali miyasiga programma yoziladi. Ana o'shanda ham qaytib bezovta qilmaydi. Ya'ni ventilator normada o'zini vaqtida ishlab, 97-98 gradusda ishlab, 3-4 gradus tashib o'chadigan bo'ladi. Ya'ni dam olib ishlashni boshlaydi. Ventilator постоянно ishlab qolaydigan bo'lsa agar, birinchi o'rinda ventilator parralaring ishdan chiqib qolishi mumkin. Agar termostatlaringda muammo bo'lib, ventilator постоянно ishlaydigan bo'lsa, bu degani galovka prikladkalaringda muammo bo'ladigan bo'ladi. Ya'ni galovka prikladkalaringni kuydirib qo'yishi mumkin. O'shaning uchun bitta diagnostika qildirib qo'ysalaring, qaysi tomonda muammosi bo'lsa, barchasini to'g'rilab beramiz. Hozirgi akamizda ham xuddi shunaqa narsa bo'lyapti. Egin gazda yaxshi yurmayapti. 3 pokoleniya avtomat korobka. Endi bunga 3 pokoleniyaga moslab, duh rejimdagi programmasini yozamiz. Relaylargacha ulan bo'lindi. Benzinda alohida, gazda alohida rejimda ishlaydi. Biratulasiga ventilatorlarni ham vaqtida ishlab, vaqtida o'chadigan qilib berganmiz. Konditsioner xiladagining ko'payib ketgan bu yerda ham shulargacha idealni qilib to'g'rilab berdik. Shu xizmatlar bo'yicha o'zimizga pastki nomerlarga telefon qilaverasizlar.